Assalomu alaykum, ekorancho kuzatuvchilari. Bugun 29-sentyabr. Inkubatorimizga 14-sentyabr kuni angliskiy smoking Bailey Texas jo'jalarni tuxumini bostirgan edik. Bugun mana 15 kun bo'lib tuxumlar yorgan ekan. Kachaylasini tekis qilib qo'yib qo'ydik. Endi yotkizib yayib qo'ydik, o'zlari yorib chiqishaveradi endi sekin. Hozir men ko'rsataman, bitta yorganlaridan bittasini ko'rsataman. Mana mayti yorgan. Mana qaysi ko'rinmayaptimi, e'tibor qiling. Qarash kerak. Xullas ko'p ekan juda ham. Qani ko'ramizda qani chiqishaversinchi, chiqqani hisob. Kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Yorib chiqqanlarni ham videosini qo'yamiz. Nechta tuxumdan nechta jo'ja chiqdi, foizlarini aytamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.